GTCFX platformasidan mablag'larni yechib olish uchun chap tomondagi menyudan Withdraw bo'limiga o'ting. Ochilgan ro'yxatdan aktivlarni yechib olmoqchi bo'lgan savdo hisobingizni tanlang va USDT valyutasini ko'rsating. Agar buni birinchi marta qilayotgan bo'lsangiz, tizim kripto hamyonni ulashni so'raydi. Add now va keyin Add account tugmasini bosing. Elektron pochtangizga keladigan xavfsizlik kodi yordamida amalni tasdiqlang. Tarmoqni tanlang. Bizning holatda bu BSC BP Payment. Endi smartfoningizdagi shaxsiy kripto hamyoningiz manzilini nusxalab oling va uni Wallet Address maydoniga joylashtiring. Buning uchun Binance ilovasini oching, hamyon bo'limiga o'ting va Add Funds tugmasini bosing. On-chain deposit variantini tanlang va ro'yxatdan USDT tangasini toping. Ochilgan tarmoqni tanlash oynasida birinchi qatordagi BNB Smart Chain BP Payment'ni tanlashingiz shart. Tayyor. Qarshingizda hamyoningiz manzili turibdi. Nusxalash tugmasini bosing, so'ngra manzilni shaxsiy kabinetingizga joylashtiring. Ajoyib, hamyon profilingizga muvaffaqiyatli ulandi. Yechib olish menyusiga qaytamiz. Yana savdo hisobimiz va aktivimizni tanlaymiz. 6 xonali fond parolingizni kiriting. BP Payment tarmog'ini tanlang. Ulangan hamyonimiz avtomatik ravishda joylashadi va o'tkazma summasini ko'rsating. Submit tugmasini bosing va Google Authenticator ilovasi orqali yakuniy tasdiqlashdan o'ting. Tayyor, yechib olish so'rovi muvaffaqiyatli yuborildi. Fund Details bo'limida tranzaksiyangiz holatini istalgan vaqtda kuzatib borishingiz mumkin.